Gelik va boshqacha. Gelik konkurenti Nimaga gelik oldingiz? Bir xil aytadi. Komfortli mashina emas. Nima qilasan gelik, boshqa mashina olsang bo'ladi. Range Rover olsang bo'ladi ana. Range Rover haydadim, menga yoqmadi. Yoqmadimi? Yo'q. Men boshqachaman mana bunda xarakteri. Gelik konkurenti yo'q mashina. Gelikka o'rnini bosadigan mashina yo'q. Ko'p mashinalarning o'rnini bosadigan mashinalar topiladi-da. Gelikka xarakterini, adrenalinini beradigan zaminitelь yo'q. Gelik bo'ldi, boshqa tema yo'q. Qanaqadir murskoy energiyasi bor. Boshqa konkurent kompaniyalarda ham haligacha gelikka javob yo'q. Bu gelik nechinchi yil? Bu 2021-yil. 2021-yil. Shu tushunishim bo'yicha mana shu turgan shu o'yinlaringizga. Ko'pchilik o'ylaydi, shu mashinalar bizga ko'chada yursak, kortej bo'lib, hammasi Usomaniki deb o'ylashadi. Men xohlamayman odamlar men to'g'rimda noto'g'ri fikrda bo'lishini. Yoqimli endi hammasi Usomaniki deyishi, lekin u haqiqat emas. Range Rover Abdulazizniki, bu gelik Farruxniki. Shu proyektda birga ishlab, xizmat qilib, Xudo bergan sababchi bo'lgandim. Yoshlikdan bo'lgan o'yinlaringiz. Lekin o'zligiga olishgan, o'zligining mashinasi.